Hurmatli obunachilar, mana bugungi kunimizga radiator urushi yangi 25 keldi. Tashqari ko'rinishi ham cho'tki, lekin hozir ichini ochdik. Mana shu ahvol. Akalar iloji boricha mana bahordan chiqib tera joylari paxtalari uchgan. Shundan to'lib qolib akamizni radiator suvi qaynagan. Mana ustidan qaraganda cho'tki, ichiga ochganimizda shu ahvol chiqdi. Mana kelaverasizlar akalar, yuvdirgani. Qayda bo'lsalar ham yuvdirib olinglar. Mana akalar 25 yili yangi mo'kani yuvgan olib keldi. Akalar erinmasdan yuvib olinglar. Mana shu ahvol ko'rdilar. Endi ketdik, qisqa qilib yuvish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. To'g'ri akalar, bu tumanlik shunday narsalarga shularni bekish eslardan chiqmasin, datchik, avtomatik to'xtagan holatda datchik vagonator va bularni bekitish eslardan chiqmasin. Ertaga yuvayotganinglarda keyin yuvgandan keyin sizlarga muammo tug'dirishi mumkin. Pena, ximikatli pena, seffollik. Radiator yuvishda bu tizig'iga qaraladi. U shunday holatda turgan bo'lsa, guli rigzak holatda, buniki esa bunday holatda. Uniki yonbosh, buniki shu holatda rigzak. Endi shuni biz faqat shunaqasiga qilamiz. Kechiramiz faqat. Agar bunaqasi qilsak, radiatorni o'ldirib qo'yishimiz mumkin. Buni qilib, mana yerda ezilib qolgan. Shu o'ldirib qo'yishimiz mumkin. Astagina radiatorga qattiq qilmasdan va yumshoqqina yuvib olamiz. Radiatorni bekor qilamiz. Yuvdik. Mana ko'ryapsizlarmi? Top-toza bo'ldi. Yana bunaqa yo yuvib olinglar, yo yuvdiringlar. Moskvada bo'lsanglar, kelsanglar, o'zimiz chiroyli qilib yuvib beramiz. Obuna bo'lganlarga skidka beramiz. Mo'kaxonamiz faqat radiator uchun emas, boshqa kuzov, motor hadovi uchun mana ustaxonamiz ham hammasi elektrik hadovi hammamiz bor akalar. Va ustaxona mahallalar, motor ishlari uchun nomer qolgizaman. Va radiator va yuvish uchun WhatsApp nomer qo'yizaman akalar. Mana WhatsAppga yozamiz faqat. Qilyapmiz. Mana mo'kaqqa bo'ldik. Xudo xohlasa endi manfaat qilib joylab beramiz akamiznikini. Konsenlari cho'tki, radiatorlar tekshirdik va kirish yo'qoldi. Shu suv qaynash yo'qoldi. Yana akalar kelaverasizlar, yuvib berdik. Faqat bugun radiatorga o'zi. Hatto motoringiz bo'lsa ham motoringizni ham beraveramiz. Shumka, ximikatlarni ham qilib beraveramiz. Mana sonamiz.